Birinchi savolda vektorlarga oid S vektor x, y va -6 koordinatali 2b-3a vektori kollinear bo'lsa, S vektori uzunligini toping deyilgan. Hop, demak, birinchi bo'lib 2b-3a vektori qurib olamiz. Hop, 2b vektorimiz demak koordinatalari 4, 4 va 0. 3a vektorimiz 3, 6 va -3. 2b-3a vektor barobar 1, -2 va 3 koordinatali. Kollinear vektorlar mos koordinatalarning nisbati o'zaro teng bo'ladi, ya'ni x ni 1 ga nisbati y ni -2 ga nisbati teng -6 ni 3 ga nisbati. Bundan kelib chiqadiki, y barobar 4 ga x barobar -2 ga. Mana endi S vektor uzunligini topadigan bo'lsak, ildiz ostida 4 ning kvadrati -2 ning kvadrati va -6 ning kvadrati. 16, 4 va 36. Ildiz ostida 56. Bu 2 ildiz ostida 14 ga teng. Ikkinchi savolda o'lchamlari 8 metr, 6 metr va 10 metr bo'lgan to'g'ri burchakli bir betning to'la sirtini topish. Demak, S barobar 2 ko'paygan 10 kara 8, 10 kara 6 va 6 kara 8 barobar 80, 60 va 48. 188 barobar 376 ga teng. A javob. Teng tomonli konus o'q kesimining yuzi 16 3 ga teng. Hop, teng tomonli deganda demak o'q kesim bilan asosining diametri teng deb hisoblaymiz. Hop, demak A va A deb olsak, A kvadrat ildiz ostida, ya'ni o'q kesimi teng tomonli uchburchakdan A ni topib olamiz. Ildiz ostida qisqarib ketdi. Bundan A barobar 8. Demak, asosining diametri 8 ga teng bo'lsa, bundan radius 4 ga tengligi kelib chiqadi. Shu konusning yon sirtini yuzini toping. S yon barobar P R L, ya'ni P 4 va 8. 32 pi ga teng. Hop, C javob. Hop, 4-chi savolda balandligi 6 ildiz ostida 3 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli piramidaning barcha yon qirralari asosida x-ligi bilan 60 gradusli burchak tashkil etadi. Hop, chizib olamiz. Demak, yon qirralari 60 graduslik tashkil etsa, demak, balandligi 6 ildiz ostida 3 ga teng. Demak, mana bu uchburchakka Pifagor teoremasdan, ya'ni hop A, B, C deb nomlasak, A, B, C uchburchak to'g'ri burchakligidan AB gipotenuza 12 ga tengligi va AC 6 ga tengligi kelib chiqadi. Bu yerga proyektiv ko'chirib olamiz. Bizda shart berganki, uning asosiy burchaklaridan biri 120, ya'ni mana bu yer 120 ga teng bo'lsa, trapetsiyaning diagonali uning o'tkir burchaklarining bisektor hissasidir. Diagonal qilsak, demak, mana bu burchak bilan bu ikkala burchak tengligidan bu va bu teng. Demak, 30 gradus, bu yer ham 30 gradus, bu yer ham 30 gradusga kelib chiqadi. 120 ga bu to'g'ri burchakli burchak. To'g'ri burchakligidan mana bu balandligimiz, ya'ni piramidaning balandligi katta asosiga tushganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu chizmada
Demak, balandlik katta asosga tushgan. Ya'ni mana shunday ko'rinishda. Bu yer 60 gradus, bu yer 6/3 va mana bu yer 6 ga teng. Hop, demak, bu yergacha 6 ga teng va tomonlari 30 bu yer ham x, bu yer ham x bo'lsak, chunki teng yo'li bo'lib qoldi. Va bu yer yana kosinus terimasidan x/3 ga teng. Mana bu yer ham x ligidan hop to'g'ri burchakli mana bu hop misol uchun f e va k burchakni olsak, uch burchakni olsak, f e k uch burchagimiz to'g'ri burchakli, ya'ni mana bu yer 90 gradusga teng va f e ya'ni katta asosimiz 2x ga tengligi kelib chiqadi. Bundan bilamizki, piramidani balandligi agar asosga tushadigan bo'lsa, asosga taqsilgan aylanning markaziga tushadi. Hozir bu yerda taqsilgan aylanning markazi katta tomonda yotgani uchun, demak bu FEK uchburchakka taqsilgan aylanning markazi gipotenuzaga tushadi va gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Va mana bu 6 kesmamiz esa gipotenuzani teng 2 ga ajratadi. Ya'ni bu yer ham 6, bu yer ham 6 kelib chiqadi. Natijada FE gipotenuzamiz 12 ga tengligi kelib chiqadi. Katta asos hisobida. 5-savolda AB ikki xonali sonning 20-darajasini 3 ga bo'lganda qoldiq 1 bo'lsa, yana qabul qilishi mumkin bo'lgan raqamlar yig'indisini toping. 3 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday son 3 ga bo'linadi. Agar raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lganda 1 qoldi qoladigan bo'lsa, son o'zini bo'lganda ham 1 qoldi qoladi. Bundan kelib chiqadiki, B ga ixtiyor raqam olishimiz mumkin, chunki raqamlar yig'indisi 4, 7, 10 va shunga o'xshash bo'lishi mumkin. Barcha raqamlarni olishimiz mumkin bo'lganda, demak raqamlarning yig'indisi 45 ga teng. 6-savolda demak mana bu nuqtani A deb olamiz va x o'qi kesib o'tgan B deb olsak, A nuqtamiz sizda 0,6, B nuqtamiz 9,0 ga teng. Va mana shu nuqtadan o'tuvchi y barobar kx plus b funksiyani tuzib olamiz. Demak 0 qo'ysak 6 barobar b va 9 qo'ysak 0 barobar 9k qo'shilgan 6. Bundan k barobar minusdan 2 taqsim 3. Funksiyani ko'rinishi y barobar minusdan 2 taqsim 3x qo'shilgan 6. 3 ni mahraj qilib berib yuborsak, 3y plus 2x minusdan 18 teng 0, ya'ni 2x qo'shilgan 3y minus 18 teng 0. Ana endi mana bu A nuqtadan, ya'ni masalada berilgan A nuqtadan mana bu to'g'risigacha bo'lgan masofani topadigan bo'lsak, D masofa deb olaylik. 2 kara 3 plus 3 kara 0 ayrilgan 18 ning moduli taqsim ildizi ostida 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati. Natijada 6 dan 18 kelsa minus 12, minus 12 ning moduli 12 ga teng, 12 taqsim ildizi ostida 13. D javobga to'g'ri keladi. 7-savolda quyidagi tasniflardan qaysilari noto'g'ri, ya'ni noto'g'risini topishimiz kerak. Piramidaning hajmi asosining yuzi bilan balandlik ko'paytmasining 3 baravariga. 3 baravariga emas, 3 dan 1 ga teng. Demak, birinchisi xato. Bizni shartga to'g'ri kelgani uchun unga bitishga qo'yamiz. Silindrning hajmi asosining yuzi bilan balandlik ko'paytmasiga teng. Bu to'g'ri, lekin bizga noto'g'ri kelagi uchun buni xato deb turamiz. Sharning hajmi 4 taqsim 3 pi r kubida. Bu yerda 3 taqsim 4 bo'lib qolgan. Demak, bu ham xato. Bizga kerakligi asosining radiusi r ga teng, asoschisi l ga teng bo'lgan konusning yonsurti yuzi pi r l. Bu to'g'ri, lekin bizga kerak bo'lgani uchun, kerak emas bo'lgani uchun so'roq berib qo'yamiz. O'z-o'zidan, demak, variantlarda hammasida 3 tadan bo'lgani uchun 5-si ham bizga keraklik noto'g'ri javobligi kelib chiqadi. Ya'ni shar segment balandligi h ga teng bo'lgan shar segmentining hajmi 3 dan 2 pi r kvadrat h ga teng. Demak, bu xato formula va bizga kerakligi 1, 3, 5. B javobga to'g'ri keladi.